30-iyul Xalqlar do'stligi kuni munosabati bilan ayni kunlarda respublikamiz bo'ylab do'stlik haftaligi tadbirlar davom etmoqda. Qizilqum bag'rida joylashgan mo'jaz aholi massivi Sarmoy mazkur mahallada yashayotgan har bir oila uchun ahillik va qo'shnichilik rishtalari alohida qadr-qimmatga ega. Boisi bu yerda ko'pdan beri turli millat vakillari og'ayni, do'st, birodar bo'lib umrguzaronlik qilishadi. 30-iyul Xalqlar do'stligi kuni munosabati bilan o'tkazilgan do'stlik haftaligi doirasidagi tadbirlar ushbu mahallaga ham o'zgacha fayz olib kirdi. O'zbekiston bag'rikeng diyor mavzusidagi mushoirada mahalla yoshlari va ijodkorlar tomonidan yangragan har bir misra xalqlar totuvligini kuyladi. 3 avlod uchrashuv doirasidagi samimiy muloqotlar Sarmoy ahlini bir davra atrofida yanada jipslashtirdi. Keksalarning tinchlikni asrash va mahalla ahilligini mustahkamlash haqidagi hayotiy saboqlar yoshlar uchun haqiqiy ma'naviyat darsiga aylandi. Biz turli o'zbek, turkmen vakillari bile ağzı bir bo'lib şu mekanda yaşab oturganımızdan buydan yarıs. Sarmay obamız çekka hudud bolonu bilenem durli her hili özgörüşler bolup dur. Inha şu 5-nji mektebimiz hem tazadan kuruldu. Bunda her imkaniyatlar bar, okuwçylaryň tälim almak üçin hemme mümkinçilikler yaradylan. Şunun ýaly çekka hududda yaşayan halk üçin etibar garadyp şunun ýaly mümkinçilikler yaratyp beren üçin döwletimiz rahbaryna, prezidentimize özümizin köp minnetdarçylygymyzy bildirýär. Tadbirlarda Xorazm viloyatidagi boshqa milliy madaniy markaz vakillari ham ishtirok etib, o'z ko'rgazmalarini namoyish etdilar. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan 30-iyul Xalqlar do'stligi kuni etib belgilangan. Sana munosabati bilan ushbu haftalikning e'lon qilinishi juda quvonchli holat. Men shu yurtda tug'ilib o'sganman va mana qancha yildan beri totuv yashab kelmoqdamiz. Rus, koreys, tatar, qozoq va turkman madaniyat markazlari o'rtasida do'stlik rishtalari juda mustahkam. Sarmoy mahallasi misolida yana bir bor guvoh bo'lish mumkinki, millatidan qat'iy nazar birdamlik va ahillik qaror topgan yurtda har bir maskan obod, har bir kun bayram.